Endi kartangizni musorga tashlasangiz ham bo'ladi. Men sizlarga hozir hech qanday kartasiz naqd pul yechishni o'rgataman. Xo'p, Ipak Yo'l Mobile'ga kirib olamiz. O'zingizning shaxsiy parolingizni berasiz. Identifikatsiyadan o'tgan bo'lishingiz kerak. Mana bu yerda mana naqd pul yechish degan funksiyasi bor. Shunga kirasizlar. Mana bu yerda QR kodni skanerlash. Bitta bosasizlar, mana bu uzoqdan turib skaner qilib olasizlar buni. Xo'p, skanerlandi. Ko'rgan bo'lsangiz, 4 xonali raqam chiqadi. Bu bankomat registratsiya raqami. Xo'p, 4731 kiritamiz. O'sha bankomatimiz o'qidi. Xo'p, bu yerdan endi ro'yxatdan biz o'zimiz kartamizni tanlaymiz. Biz Humo kartadan yechamiz. Xo'p, misol uchun mana 50 ming so'm pul yechamiz. Xo'p, tasdiqlash. Mana ko'ryapsizlar, bizga raqamimizga tasdiqlash kodi keladi va buni bosib yuboramiz. Xo'p, tasdiqlandi. Bu yerda mana hozir bankomatimiz pul sanab beradi. Xo'p, bu yerda muammo chiqsa, muammo haqida xabar bersalaring ham bo'ladi. Agarda pulni yechilmay qolsa, bu hech qachon hali muammo chiqmagan. Men o'zim doimiy yechib kelyapman. Mana pulni ko'rishlaring mumkin. Xo'p, naqd pulni yechib berdi. Hech qanday kartalarsiz. Mana 50 ming so'mni oldim. Xo'p, endi men buni chiqishda bossam, menga hozir bu yerdan chek chiqarib beradi. Xo'p, hozir chekini chiqaradi. Xo'p, chekimiz ham chiqdi. Xo'p, mana chekni ko'rishlaring mumkin. Chekdan 50 ming so'm yechib olindi QR kod orqali. Xo'p, video foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham zo'r layfhaklar hali oldinda.